Yeni davr igilik sahnasi programmamızın tacizarlığını Şinjan Güluz Biyopen Texnik Çelki şirketi öz üstüge algan. Şahsat Eğiz boşluğu davalaş başkuruş çelki şirketi alaydı qollagan. Echil Dastıxan tamaq yetkizüş to'ri Şinjan Dastıxan Tor Sodi çelki şirketi alaydı talab qilgan. Programmamızın kanuni maslahatchiligini Şinjan Bulaq advokatlık orni öz üstüge algan. Salam ko'rmanlar. Davlatimizning umumiy xalq igilik tiklash chaqirig'iga faol ovoz qo'shish. İyilik tiklikçilərə ilham, mədəd beriş və iyilik tikləş bilim savatlarını umumlaşdırışın asası məqsəd qılğan Güluz tacirlığıdakı yeni davr iyilik səhnəsi proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən riyasətçi Cüşqun Cümə. Yeni davr iyilik səhnəsi proqramımızın tacirlığını Şinjan Güluz Biyopen Texnik Çelki şirketi öz üstüge algan. Şahsat Eğiz boşluğu davalaş başquruş çelki şirketi alaydı qollagan. Echil Dastıxan tamaq yetkizüş to'ri Şinjan Dastıxan Sodi çelki şirketi alaydı talab qilgan. Programmamız yana kanuni maslahatchilikni Şinjan Bulaq advokatlık orni öz üstüge algan. Servaz sutqetlik marojinlari programmamız bilan alaydı hamkorlashgan. Yuqoridagi o'rinlarga programma nomidan samimiy rahmat aytamiz. Xo'sh, unda bo'lsa, naq maydondagi yetakchilar va korxona do'stlarni tanishtirib o'tsam. Şinjan Ma'rifat korxona boshqarish maslahatchilik shirkatining quruvchisi Mahmudjon Eli apandi. Şinjan Güluz Biyopen Texnik şirkatining quruvchisi Abdulat Yusuf apandi. Şinjan Şahsat Eğiz boşluğu davalaş başquruş çelki şirketining quruvchisi, Junxua tish kasalliklari davalash jamiyatining a'zosi Qurbanjon Emin apandi qarshilamiz. Echil Dastıxan tamaq buyurtish to'ri Şinjan Dastıxan Tor Sodi çelki şirketi tijorat bo'limining mas'uli Adiljon Bakir apandi qarshilamiz. Şinjan No'ruzguli mablag'chilik çelki şirketining quruvchisi Abdug'ani Maqsud apandi qarshilamiz. Abaybek guruhining lideri Anvar Abay apandi qarshilamiz. Guangzhou Uz Ruxsar Sodi çelki şirketining quruvchisi Ruxsar Ablat xonim qarshilamiz. Şinjan Bulaq advokatlık ornining kasbiy advokati Amina Tursun xonim qarshilamiz. Şinjan EA Muhit Asrash Pan Texnik çelki şirketining quruvchisi Rahila Amar xonim qarshilamiz. Qarmay Selina Pesxiki yoga markazining quruvchisi Turg'unay Turg'un xonim qarshilamiz. Xo'sh, bu san programmamizni kutib olgan mehmonimiz balkim bizlarga tonish bo'lsa kerak. Bu mehmonimiz biz bu sahnada ikkinchi qatim kutib olmoqchi. Unda bo'lsa oldi bilan qisqa film orqali tanishib chiqaylik. Ay Fatem, özlerini yaşaklap tünügün doğunu bekiştim. Kıyışmanlar dolu. Buna obdan bir yaba, apırıp şunu peçetli kılıveteyim ben. Azadi Muhit, ilg'or uskuna, yuqori saviya, kuchlik mutaxassislar qo'shinidan tashkillangan 28 yillik davolash tajribasiga ega Şahsat Eğiz boshlig'i sizni tish azobidan to'liq xalos qiladi. Ha, qaydarak? Tishimning og'riqchi, lekkudun qo'yib etdi. Bicha. Yaxshi doktorxonaga boshlab ketibsizmi? Şahsat Eğiz boshlig'i. Muradil Köreş, Şinjan Yunshan Jangnan uchur mulozimat çelki şirketining quruvchisi. Ravan Talla Baziri, Ravan Hamburg do'konining mas'uli. 2022-yili Şinjan Pan Texnik sho'yani, ya'ni moliya iqtisod tashiyosining savdo sho'yani bozor marketingi kasbini a'lo natija bilan bitirgan. Maktabda o'qiyotgan mezgilda o'quvchilar uyushmasining raisi, savdo sanoat boshqarish fakulteti, iyilik tiklash va yangilik yaratish jamiyatining boshlig'i. Shundaqla sinf boshlig'i qatorliq vazifalarni ustiga olib, o'qituvchi va o'quvchilarning e'tirof qilishiga erishgan. 9. navbatlik Jungo xalqaro internet to'ri oliy maktab o'quvchilarining iyilik tiklash musobaqasida avtonom rayonimiz bo'yicha 6 mukofotga erishib, davlatlik tur turg'izish tizimiga kirgizilgan. Yaqinqi 5 yil jarayonida o'z amaliyati va harakat orqali avtonom rayonimizda 5000 dan ortiq oliy maktab o'quvchilarining o'rlab o'qish, shundaqla o'z oldiga iyilik tiklishiga to'g'ri maslahat berib, nurg'unlagan ota-onalarning birdek e'tirof qilishiga va qo'llashiga erishgan. Xo'sh, unda bo'lsa davrimizdagi bu jangovar yigitni sahnamiz taklif etamiz. Yaxshima, ana xolos. Salom ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi barliq korxona ustozlar, hammanglarga Şinjan Yunshan Jangnan uchur maslahat berish shirkatining qurg'uvchisi, shundaqla avtonom rayonimizda 5000 dan ortiq Dajuandan binqiq o'rlab o'qish orzusi uchun tirishayotgan yoshlarning yetakchisi Muradildan o'tliq salom, oliy ehtirom. Rahmat. Mana o'zdili bir jangovarlar hozir javobga chiqib turdi. İlgari mush zanjirsimon do'kon turi bilan kelgandingiz, hozir endi Yunshan Jangnan uchur mulozimat shirkati uchur.
Qaysi taraflardagi uchurlar endi bu hozir shug'ullanayotganimiz? Men yani 2022-yili bu programma qatnashgan, u dal meningki o'qish bitirib chiqqan vaqtimdagi taq shirkat qurmay, shu Dukkaych plani bilan kelgan. O'qishim bitgandan keyin men hozir yani 2023-yili 4-oyda o'zimninki uchur maslahat berish shirkatini qurib chiqdim. Ham bu shirkatda asosligi universallik xarakterli holatda yani ma'rif uchurlari, eglik tiklash uchurlari, shunday xizmat uchurlarini shu rayonimizdagi 33 dajuan 15 banka maktabida tashkil topgan o'quvchilarga yetkazadigan bir uchur mulozimat shirkatini qurib chiqdim. Hosil qilyapsizlar. Hosil qurib chiqdim. Unda bo'lsa shu taraqqiyot musobatangizni qisqacha bir asab o'tsangiz bo'ldi. Xeyli o'zgarish bo'lgandek turdi. Bo'ldi. Har qanday bir marka olsun va yoki shirkat olsun, cho'qim uning keyinda hozir ko'pdir o'zgarishlik bir hikoyasi bo'ldi deb o'ylayman albatta. Hamda meningki uchur mulozimat shirkatini qurib chiqishimda shunday bir go'zal bir hikoyalarim bor. Bu hikoyam dal meningki boshlang'ich vaqtimdan boshlab so'zlashga to'g'ri keldi. Men boshlang'ich vaqtimda hamisha o'tgan barli korxonchilarga o'xshash o'zimniki bir korxonchi bo'lish orzuyim bor edi. Demak, boshlang'ich maktab bu orzu shakllangandan keyin to'liq boshlang'ich chiqdik, boshlang'ich to'liqsizga chiqdik, to'liqsizdan to'liq o'tirg'i chiqdik. Demak, to'liq o'tirg'i chiqqandan keyin ham bir korxonchi bo'lish uchun cho'qim bizda bir qaysi jihatlarda mukammal bo'lgan bir bilim sapa bo'lish kerak. Demak, men Gavjongga chiqqan vaqtimda o'zimni cho'qim Shinjang Moliya iqtisodiyot universitetining xalqaro pul ma'mul kasbi o'qiyman degan bir orzu bilan Gavjongda 3 yil shunchalik tirishgan bo'ldim. Lekin 2017-yili ma'lum maktab imtihonida qatnashib, o'ylab baxmagan yerda mag'lub bo'lib, Dajon qabul qilinib qoldim. Demak, u jarayonda menga nisbatan nayt bir zarba bo'ldi deb o'ylsam bo'ldi. O'zimga bo'lgan ishonchim bor edi, biroq Dajonga qilib qoldim. Lekin Dajonga o'tib qilishim meningki kelgusida bunga o'qiyamayganligimni derak vermaydi. Shu vaqtda ota-onamningki menga tasalli berishi, atrofimdagi tanishlarimningki madad berishi bilan Dajonga qarab yo'l oldim. Dajonga borgandan keyin hamda bizning urug' tuqqanlarimiz olsun, mayli atrofimizdagi boshqa tanishlarimiz olsun, bolalar bankaga o'tgan bo'lsa, zot og'iz qulqiga yetmagidek holatda, mening bolam bankaga o'tdi deb o'zining bolalari shunday faxrlandi. Hamda mening ota-onammi, hamda mendan faxrlangan bo'lsa-mu, lekin men o'zimni bir xil tizbe his qilib qoldim-da, dajon qilib qoldim, boshqadek bankaga o'tmay qoldim deb. Demak, menda shu vaqtning o'zida kelgusida men cho'qim bir banka o'qiyman degan bir orzu nishon bor edi. Demak, maktab borgandan keyin qadimimni olgan kundan boshlab men cho'qim kelgusida banka o'qiyman. Banka o'qib bo'lgandan keyin o'z oldim eglik tiklayman degan bir nishonni o'zimga aniq qildim. Demak, maktab kirib men 3 orzuni o'zim bekitdim. Birinchisi men cho'qim sinfboshlik bo'laman, ikkinchisi men cho'qim o'z oldim eglik tiklayman, uchinchisi men cho'qim o'zimningki shu o'rlab o'qish jihatdagi ortiqchiligimni joriy qildirib, cho'qim men bunga o'tmasam bo'lmaydi degan nishonlar bilan kirdim. Demak, men doyidor vaqtimda o'quvchilar shumusga rais bo'ldim, sinfboshligim bo'ldim. Maktabningki har cho'ng kichik faoliyatlarga qatnashib, o'zimning har qaysi jihatlarda joriy qildirgan bo'ldim. Demak, shu jarayonda 2017 bir tarafdan o'qishim bilan tanglakim, yana bir tarafdan o'z oldim eglik tiklashni boshlab etdim. Chunki mening o'qigan kasbim bozor marketingi, shuncha o'qigan. Demak, bir taraf maktab nazariya bilimlarim tugagan bo'lsam, yana bir tarafdan amaliyotga bog'lab, dal 2017-yili undar so'zini avj olgan bir paytlar bo'ldi. Demak, shu vaqtda men o'zimni ishga o'lkalarga berib, ishga o'lkalarningki supda eng yaxshi bo'lgan mahsulotlarni akirib, Shinjang bozorida o'zimningki bir kollektivimni qurib, shu undar so'z bilan shug'ullandim. Demak, men 2 yil undar so'z qildim. 2019-yili Abnum rayonlik yoshlar ittifoqining o'rlashtirishi bilan shu bizning maktabga bergan bir sank keldi. Ishkir o'lkalarga berib bir bilim oladigan bir fursat bo'lib qoldi. Demak, shu fursat bir haftalik peshin hisobda shu menga keldi. Men ishkirga bordim. Ishkirga borgandan keyin atrofimdagi nurg'ulg'an o'quvchilarga qarab, u yak bag'alarning asosimiz bankoshlar, hatto yanjoshlar, mendan ilg'or bolalar ham ularning og'zidan chiqayotgan gaplar bo'lsin, ularningki qilayotgan ishlari bo'lsin, men qarab haqiqatan o'zim bir axlatga ma'lum dedim u yak borgandan keyin. Shuning bilan to'xtabdim. Men yani o'qimasam bo'lmaydi-ku, bu o'qish bek muhim-ku deb shu vaqtning o'zida 2019 biz 5-oyda bordik. 7-oyda men praktikaga chiqdim. Demak, 7-oy praktikaga chiqqandan keyin men oldin bir qitim programma degan uydagilarga men praktika qilmay ishkirga berib yolg'on so'zlab, o'zimning doyidor vaqtimda chiqqan 200 ming qo'y pulimni deb men ishkirga qarab maqdim. Ishkirga berib men aşağı taraf cho'qim bir narsa o'rganmasam bo'lmag'dak, men aşağı taraf cho'qim o'zimni kuchlantirmasam bo'lmaydi deb u yerga berib, endi shu pulimni bir yerga mablag'da biraz o'rgangach, yana bir tarafda o'zimning mashg'uloslarimni oshiradigan degan maqsadda bo'ldim. Chunki men ishga borgandan keyin bir qism o'rinlar bilan xizo qilma, asablar hamkorlashma, yakslarning shirkatlar bilan praktika qilib ishlab beray degan kelgan vaqtimda mening sho'larimning dajon sho'lay bo'lib qolganligim sababli nurg'ulg'an chetqi qishlarga uchrab qoldim. Shuning bilan shu vaqtlarda men cho'qim qanday qilsam cho'qim o'qiyman, qo'limda iqtisodim bor. Men
egilikni keyin tiklib olsam bo'ldi. Men o'qigan vaqtimda, bilim safarim yuqori ko'targan vaqtimda anandan keyin o'zimninki har qaysi ishlarimni, orzularimni amalga oshira olmayotganman degan shu maqsad bilan shu tarafda bir tarafda men yemak-ichmak kasbini o'rgandim, mablag' silib, yana bir tarafda shu praktik bilan shug'ullandim ichki rollarda. Yana bir tarafda veshonlikni to'xtatib qo'ymadim. Bu uch ishni tanqib qildim. Dal 2019 yil oxiri 2020 yilga az qolgan vaqtda 2020 yil o'qish bitirgan, dajon bitirgan o'quvchilar o'rlab o'qish fursati, siyosat yo'l qo'yildi. Xuddi men uchun yo'l qo'yilgandek bu fursat. Demak, odam nimani orzu qilsa, hamon shu narsaga yetadi ekan. Undan burun bir xilsi kodayimiz, chun kodayimiz ashunday shakldagi o'rlab o'qish fursatlari bor ekan. Lekin 2020 yil butun kun tuzumdagi bevositlam o'rlab o'qiydigan ham mushtaq siyosat iltimos bo'ladi ekan. Shuningga shu o'zining tizim shartlari bor. Dal shu shartlarga uyg'un kelgan o'quvchilar tizimlasi bo'ldi ekan. Demak, men u hujjatni topshirib olgandan keyin ham qarsam butun nimasiga shartlarga men uyg'un kelganman. Demak, qilayotgan ishlarimning hammani tashladim u yerda. Shuning bilan mushu o'rlab o'qish imtihonida qatnashma deb materiallarni oldim, tor darslarni oldim. Nurg'ulg'an chiqimlarni topdim shunga nisbatan. Demak, 6 oydan ortiq jafoliq tirish natijasida 2020 yili Shinjang Moliya iqtisod universitetiniki Mavzu san'at institutining hozirgi Shinjang KJ shu yerda emas, mush maktab qabul qilindi. Bu to'liq kursga. To'liq kurs banka qabul qildim. Demak, banka qabul qilingandan keyin yana 2 yil butun kun tuzumda xuddi go imtihon qochib banka o'tgan bolalar o'xshash barobar maqdigan hisob siyosat bo'lmi. Ashuna holatda o'zimniki banka o'qish orzuyimni reallikka aylantirib oldim. Demak, maktab borgandan keyinmi banka o'qish jarayonimni to'xtab qolmadim. Ichkarida o'rgangan o'zimniki yemak-ichmak kasbimni banka maktab borgandan keyinmi shu yer maktab oshxonasidan o'rin ilib, ashada men tatliq turim yasash deganda qahva tanishlarni o'rgangan. Demak, shu narsani maktabning ichidan shtansdan chonko ijara qilib, u yerda qildim. Bir tarafdan darsga chiqaman, darsim yo'q vaqtda u yerga kirib o ishimni qilaman. Demak, o'sha holatdami, banka o'qish hayotimning nihoyatda ahamiyatli o'tdi. Undan boshqa maktabdagi har millatni tashkil topgan, ya'ni Uyg'ur, Xanzu, Qozoq har millatni tashkil topgan savodoshlarim bilan birlikda biz oldingi qitimma olib kelgan shu Shao Kaoshang murimni birlikda biz planlab buni 9 navbatlik Jungo xalqaro oliy maktab o'quvchilarining internet orqali egilik tiklash musobaqasiga qatnashib, Abdum rayonimiz bo'yicha oltin mukofotga, undan boshqa davlat tur turg'izish tizimiga kirgizildi. Andan keyin 2022 yil o'qish bitirdim, 23 yil o'qish bitirib chiqib ekan. O'zimninki uchur maslahat berish shirkatimni qurib chiqdim. Ham bu shirkatni qurishga asosli maqsadim o'zimninki ayni vaqtda banka o'rlab o'qisam bo'ldi deb shunda orzu qilgan. Demak, u vaqtda qanday yo'l mengishni, nerdan boshlash, men uqolmagan, men yo'l ko'rsatgan odam yo'q. Har bir qadamni o'zim bir qadam mengib keldim. Demak, mening atrofimda menga o'xshash nurg'ulg'an shunday inson-singillarim bor. Shularga o'z amaliyatim, o'z harakatim orqali eng to'g'ri yo'lni bildirish maqsadida uchur maslahat berish shirkatimning ichida eng avval ma'rifni men birinchi o'ringa qo'ydim. Chunki ma'rif orqali o'zimizni kuchlantirgan vaqtimizda biz qolgan qadamlarimizni texnik yaxshi mukammal basa olamiz deb o'ylayman. Shuning bilan buni qildim. Buni qilib bo'lgandan keyin hozir mana 2020 yili o'zim o'tdim. 21 yildan boshlab mana hozir 2024 bo'ldi. Yaqin 4 yil jarayonida Abdum rayonimizda 5000 dan ortiq o'quvchilarga o'rlab o'qish jihatlarda to'liq maslahat berib, shularning orzusini amalga oshirish yo'lida tirishib ketib borman. Shinjongdagi 33 davran 15 banka maktablarimizdan meni yetaklab bankaga o'tkazgan o'quvchilar nurg'un. Andan keyin mush o'quvchilar o'qish bitgandan keyin albatta yoki xizmat tepishga ehtiyojli bo'lgan va yoki o'z oldiga egilik tiklashga ehtiyojli bo'lgan. Demak, mush bolalarga yana o'qishlar o'z amaliyatim orqali bir yo'l ko'rsatdi. O'zimniki tanlov bozorimni qurib chiqdim. Undan boshqa men Hamburg bo'lkisi bu do'konimni ochib chiqdim. Ishkirda oldin qitim degan Shao Kaoshang mudan ishki do'konga mablag' hisob qo'ydim. U yerda hozir bir o'rganish bosqichida. Demak, u ma'lum bir bosqichga yetgan vaqtda mush yangmurlarimiz birga akilib, o'z old banka o'qish bitirib chiqqandan keyin o'z oldim egilik tiklayman deydigan bolalar bo'lib qolsa, mush o'zimning turlarim orqali bularga egilik tiklash fursatini yaratib bermoqchi. Agar chanda egilik men o'qish bitirib bo'lgandan keyin men o'z oldim xizmat topdim deydigan bolalar bo'lib qolsa, ayni vaqtga o'zining dajon sho'lasidan yaxshiroq xizmatlarni topa oladi albatta banka bo'lsa. Demak, ularni Marjinli Zuyangguan Yoshan Gongsi bilan hamkorlashib, yaxshi bo'lgan bir xizmat fursatlarini ta'minlaydigan bir sahnani hozirladim. O, muborak bo'lsin. Ko'kaj yurmabdi, ha Murodila? Necha yoshga keldingiz bu yil? Men 26 yoshga kirdim. 26 yoshga keldingiz. Hozir to'liq kurs tamomlandimi? Tamomlanib bo'ldi. O'qib ep-oldingiz diplomni. Endi yana o'zimdan bundan keyingi planimiz yana 2 yildan keyin hamda Shanxayga berib, Shanxay Sejingdan shundan keyin MBA Gongshanguanli shuni o'qimoqchi o'zim yana. Tadqiqotchi o'quvchi sifatidami? Aspirantlikda. Aspirantlikda. O'shanlikda. Muborak bo'lsin. Mana davr, yoshlik, fursat degan mush o'qimlarga yaxshi javob berayotgan bir ulgulik yosh sahnamiz kelibdi. Qizg'in qarshi olamiz Murodil. Haqiqatan dastlabda ko'rishgandimi bizga shunchalik bir aktiv ta'sir bergan yoshlarningki haqiqatan jangovar, umidli bo'lgan, davrningki fursatlarga to'yingan bir ro'yini namoyon qilgan. Bugun mana to'liq kurs salohiyati bilan yangi bir
uchur mulozimat sherikini qurgan salohiyat bilan oldimizga hozir bo'libdi. Balkim o'tirayotgan korxonchilar, ustozlarning munoiti to'lqinliq hissiyotlari bo'layotgan bo'lishi mumkin. Qani, bu jihatda qandoq yangi fikr, ideya o'rtoqligi bor sizlarda? Birlikda bir o'rtoqlashib baqqan bo'lsa. Bo'ldi, rahmat. Sayli sayohatda o'ngsizlik uchrab, osh qo'rsoq safarlarda yurganingizda, uyda bo'g'ingiz bilan tamoq etish absiz bo'lib qiynalganda, xizmat aldirashligi tufaylidan yeyishni o'ylagan tamoqingizni topamaganda, echil dasturxonni istab. Nozu ne'matlari jamgohi, dasturxoningizning hamrohi, yanima echil dasturxon. Mayli siz qayerda bo'ling, biz shu yerda. Echil dasturxon aptitali. İşlerinizni oson, yo'llaringizni ravon qilg'usi. Izlash nomi dasturxon. Bu yil 26 yoshga kiribsiz. 26 yoshga kirib, yuqorqidagi natijalarningizni qo'lga keltirganligingizni anglab, shaxsan mening o'tmishimni eslatib qo'ydingiz desam bo'ladi. Rahmat. Endi sizdan so'rab baqsam, Yinshanjiang shirkatininki kelgusi taraqqiyot plani nima? Mening bundan keyingi planim bo'lsa, eng avval ma'rif orqali shu Dawjuandan banka o'rlab o'qish orzusi bo'layotgan o'quvchilarga to'liq bir maslahat berib, shularning banka o'qish orzusini reallikka aylantirish. Banka o'qish bitgandan keyin, hozir mening qo'limda bir tal talabazari, bir tal Amrik do'koni, ana ichkarida ikki tal ma'sha kodiyarim bor. Demak, bularni men shu bir qancha o'quvchilarim o'qish bitirib bo'lganlik, men endi bekor turmaymanda, shu turlarimni texmo mukammallashtiraman. Mukammallashtirib bo'lgandan keyin bo'lsa, men shu qo'shamlarimni ichkari o'lkalarga bu zanjirman qilib ichish planim bor. Buning markasini men patentini qilib bo'ldim. Anadan keyin Şinjangda qilib qolaman deydigan bolalar bo'lib qolsa, shu talabazir ichidaymiz va yoki Amrik bo'lxonasi ichidaymiz. Eng tuvan holatda iste'molchilarimizga eng yaxshi mulozimat, eng tuvan narx bilan mang'uzlagan bir lianso shaklda mushang mo'rim bilan ash bolalarni bir xizmat ega qilish, ham o'zining eglik tilishiga bir yordam berish. Buni deylik planim. Ma'rif mulozimat bilan bozor tijoratida ish huquq. Siz Sayjingda shu yerda marketing to'g'risida o'qibsiz emas, buni siz tushunasiz deb qarayman. Mulozimatingiz asos jihatdan bu odam kuch orqali bo'layotgan sizningki o'zingizning muntizimlashib ketgan kasbiy aloqangiz orqali epmangiladi. Uning chuqum davlatninki o'rlashtirgan imtihonisi orqali shu o'lchamda o'ssila, ular shu maqsadga yetadi. Sizning mulozimatingiz oxirlashadi. Endi ikkinchisi, sizningki mush o'qib chiqqan bolalarga nisbatan kaynidan egilik tiklayman desa, siz o'zingizning turni tunishtirdi ekansiz. Mushu turninki bozor ko'lami, bozor istiqbol to'g'risida o'zinglarninki bozor tekshirish doklati tepgan doklatinglar bormi? Hozir ichki o'lkalarda masalan boyash shok hoshangmon desak, ichki o'lkalarda 3 xil shaklda mengyapti. Eng to'nim shu didan holatga kabina kelib o'tkazib lam setayotgan bir xil yo'linishda. Ikkinchisi Zhongduan holatiga deymiz, uchinchisi Xaohua holatiga deymiz. 3 xil shaklda mengyapti bu. Mening qildig'inim shu o'ttir qatlamdagi masalan siz hozir Mishobing deymiz. Mishobing nikini biz duybo qilib, shunsan ko'p qilib, bunimi o'xshash qiliplashgan holatda bizningki bu Nanjang tarafda Yuninshanda hamkorlashgan bu kooperativ dehqon chorvachilarning qo'ylarini ekilib olib, shularning go'sht manbasini biz ta'minlaydigan yana bu namratlikdan qutuldirish sepiga ovoz qo'shish deydigan bir siyosatimiz bor. Demak, shuningdan foydalanib turib, shularningki go'sht manbasini biz rasmiy buni vakuumlab, shu jagun qilgan shirkatlar borda, ashlarla hamkorlashib turib, shu manbalarimiz orqali biz hamma do'konni to'ng'i holatda epmoqmoqchi. Ichkirish chaqmurimiz shunday holatda. Demak, ichkirizdagi shu o'lcham bo'yicha Xinjiangda mana shu Xiaokou Shangmuni ashlar duyje qilmoqchi. To'g'ri, ichkirida bu Shangmun shunday holatda mang'uzmoqchi. O'zingizdanki shu Xiaokou Shangmuringizdanki chingong bo'lgan anlisi bormi? Hozir ichilayotgan do'konlar, men hozirgi ichki do'konga faqat mablag' hisob qo'ydim. Mening hozir uyg'unish bosqichim bu. Uyg'unyapman. 2 yilgacha men buni uyg'unib bo'lgandan keyin anandan keyin o'zimning mo'shirim bo'yicha mang'uzmoqchi buni. Men bir taklif beray. Sizning ro'yingiz bak yaxshi, men logikangiz bak to'g'ri. Chunki biz kelsak sizning qo'lingizga zuyanni matarib yo'tkizsangiz o'zingizdanki korxonangizning tijoratimi ro'naq topadi. Alami bir kishilik egilikka mas'ul bo'ladi endi. Endi sizning chingong'oga anli bormi deganimdagi sabab hozirgi bozorninki yengilnishi bektiz. Men demasam hammamizga ayon. Hozir Xiaokou Shangmuninki yengilnish darajasi 4-avlodga keldi. O birinchi kun 3-avlodni o'ylashga madamninki unutilib ketdi hozirgi uchurning ko'pligida. 4-avlodga keldi deganimizda hozirgi Xiaokouning ko'pinchisi nima bo'lsak, asos jihatdan bizningki yemaklik nuqtasidan uni nihoyatda yaxshi iste'mol qilgan bo'lsak, endi hozir bizning bir butun jamiyatimiz sog'lomlik nuqtasiga qarab menyapti. Shuningdek, mushu jihatda ehtiyot qilib muomala qilmasanglar, Xiaokou Shangmuninki balkim kelgusiga nisbatan sizlar chuqur bir yeg berib ustib qilish ehtimolligingiz bor.
Şunu sizler aldılan üzanlarının ki muşu iş krizini ekirdiğin endizine nispeten bu nayet yaxşı oylapsızlar. Lekin muşu endizini sizler üzanlap pişirip boğandan keyin bulağı duyacak kılın. Lekin muşu tür doğrusu mening bergan taklifim çokum oylashib beqinglar. Chunki nima kelsak Shoko hozir jamiyatga nisbatan yanıla asas jihatdan asas qiymatli qatoriga kirmaydi. U tiz iste'molga kirdi. U haliqi ko'ngil ochadigan iste'molga kirdi. Hargizmi beshupin emas. Çokum iste'mol qilmasak bo'lmaydi degan. Chunki nima kelsak Shokoninki kelgusi iste'moli odamninki madaniyat saviyasi, turmush o'sib ketishiga ergashib bu asta davrlik bo'lib qolib qoladi. Mahsulotning hayotiy davri 3 yilgacha bardashib beramasa, u korxonaning istiqboli bir qadar o'ylashga to'g'ri keladi. Chunki Nurg'ulon Shokolar asosiyatan echilib, boshqa soha o'tib ketganlar buning to'liq paketi bo'la oladi. Shu birinchisi mening bergan taklifim, o'zingizningki mushu orzuyingizni nayt yaxshi qilibsiz. Buningdan yaxshi Shangmularni o'ylash beqishingizni tavsiya qilaman. Murodov akam yaxshi dedingizmi? Yaxshimisiz? Guloz Iglesiasiga kelganingizga qarshi olman. Men Guloz shirkatining quruvchisi Abdulla Usmonovim. Hayajonlandim hamda. Asan emas, 26 yosh. Demek sizden kelgüsünüz musafiriniz uzun. Demek siz asaslık mühim yollarını besip ma'lum bir ekipsiz. Demek bunun bu yakıdaki en mühimimiz arzu ve güçlük. Hem de arzu doğruluk hem de azra yapsam bu arzunun ki küçük buluşu bilen aciz töven buluşu küçük buluşu çok fark var. Hatta bazı adamlarda arzu yok. Bazı adamlarda arzu var küçük. Bazı adamlarda arzu var çok. Yani bu çok arzu küçük arzusu adamı yeteklapmalı. Yani birge arzusu var adamlar, arzusu yok adamların arzusunu kozgaydı. Mesela sizin arzunuz güçlük. Mendim arzu var. Lekin arzugimlar o'xshamaydi arzuyimiz. Mening arzuyim bir dağınlıq masa tutmuş bo'lish yoki bir dağınlıq bir korxona ishlash yoki arzu kuchli odam aytish bo'lsa, sizning arzuyingiz kuchli bo'lsa, albatta men sizning arzuyingizni amalga oshirish orqali o'zimning arzusimga o'zim maqsad etmaganda. Shu hozir mening nihoyatda suyunganim sizning kuchli arzu bor ekan. Demak, sizniki mana bu kuchli arzu sizni iqtidorli bo'lgan odamlarni sizning atrofingizda paydo qila oladi. Shunga sizniki kuchli arzu, kichik arzusi bor odamlarniki sahna hazırlışıga. Şularniki şu sahna orqali o'ziniki arzusini amalga oshirishga turtki bo'ldi demoqchi. Shunga bu arzu haqiqatan shu arzu kuchli arzu bir nishonni paydo qildi. Bu nishon harakatni paydo qildi. Bu harakat yaxshi bo'lgan bir odatni paydo qildi. Mush odat yana qaytib berib arzuni amalga oshirdi. Shunga mush arzuyingizdan Mahmudjon degandek voz kechmay mana mushu qizg'inligingizni, energiyangizni qo'rtatmay bo'lsa, siz ajoyib kerak. Buningdan keyingi mayli ihtiyoqqa yoki bo'lsa maktab bitirish oldirayotgan yoki imtihon berish oldirayotgan yoki o'zining arzusini bekitamayotgan ya maktab tanlashda bo'lsin yoki bo'lmasa o'ziniki taraqqiyot hayot musofasi bo'lsin bir arzu bekitamayotgan odamlarga, chunki siz kichik turib nurg'un kechishlarni kechib nurg'un tajribalarni yakilib bo'libsiz. Siz hozir mush o'zingizningki agar to'qa yo'llaringizni bir tussizlikqa aylantirib mayli oliy maktab o'quvchilari bo'lsin mayli mushunda ehtiyot bo'lsa ashlab sahna berman degan bir ishonch sizda nihoyat yulduzlar chaqnab turibdi. Mana mushu arzuyingiz biz emas har qanday bir odamni, mushu turqingiz biz emas har qanday odamni o'zingizga qoyilmayli qiladi. Demak, sizning atrofingizda ishma bundan keyin Mahmudjon muallimdek, ham shundaqla atrofingizda nopozliq yoki iqtidor imkon kuchli odamlar balkim sizni qo'llab, sizni eng yuqori pallaga chiqartishi mumkin. Bu faqat sizning mush orzuyingizni ching turishingizga bog'liq demakchi. Shunga sizni tabriklayman fikam. Oldin qatim ko'rishgandikidan jahilgirlabsiz har jihatlida. Men sizdan bir so'rab baqsam, odatda turmushingizda, kundalik turmushingizda muhim o'ringa qo'yilgan ishingiz nima odatda? Hozirgi vaqtimizda mening muhim qilgan ishim o'quvchilarimningki uchirgan vaqtda javob qaytarish. Chunki bu bolalar menga ishinib, masalan siz masala so'raydi-da, shu o'rlab o'qish jihatdagi, masalan davrondan bunga o'rlab o'qish yoki bunga o'tab bo'lgandan keyin maktab hayotini qanday o'tkazish. Endi mening o'zimningki veshirim 10 ming, bir veshirim 10 ming odam padadika, bir veshirim to'shab bo'ldi. Ham kunda menga kelgan uchurlarni aytib ko'p. Har kun qo'pab ko'zimni chiplam qilgan ishim qaysi o'quvchimdan uchur keldi, kimdan menga qandaqdir mening yetaklashim orqali bunga berib bo'lgandikilam tashib turgan ish yo'q. Aş maktabda balkim hal qilmayotgan nurg'un ishlar bor. U ishlarni men qilib baqqan. Demak, shu o'zimning amaliyat orqali shu bolalarga to'g'ri bir yo'lni ko'rsatib qo'ysam, anaki ash bolalarningki sizningki mush yetaklashingizdan maslahat berishingizda menda bir ishim hal bo'ldi deb men shu o'ziningki hamda fan ko'ylarni avazsa, shu menga nisbatan ham bak cho'ng bir xushallik bir kunga eng cho'ng hamda ishim deb o'ylayman. Bo'ladi. Yana shu xizmatni muhim o'ringa qo'ygan siz hamishada nurg'un sizniki yoshdagi bolalar o'yinni muhim o'ringa qo'ydigan ishlari şu cihdə işləriniz uğruna tapsın. Rəhmət olsun. Mən proqramının axırda ata-ananızın yeni işlərinin ehtiyacı var bizə. Aldan qatımğı bir görüb qoydum.
bir men kartani so'qsam ota-onangizga yetkazib bersangiz. Rahmat ma'lum. Ben Şinjan Açıl Dastıxan elektronluq tursoyçilik şirketining Adiljon Butman. Bayamni yanqisi ma'u tarjimalingizdan bir qata ko'rgan bo'ldik. Yashimiz ma tenkan, hali registrashibsiz. Siz boshqarayotgan qancha tal do'kon bor hozir? 2 do'kon bor. Shu do'konlarda sistemlik boshqarish planlaringiz bormi? Bir do'konni ham bir mukammal qilishga vaqt ketdi-ka, jarayon ketib qoldi-ka. Shu an 2 do'konim nazarimda o'zimning tirishchanligim, mening ashtaq do'kon ichib baqqan, ashtaq o'zimdan cho'ng hamda chambay deymiz, ular bilan fikrlashib, hamda o'zimning kuchimdan yetishcha bu do'konni hamda vanshan qilyapmiz. Hamda shu vanshan qilib bo'lgandan keyin albatta buning cho'qim bir sistem ketadi, sistemlashtirib, andan keyin buni texnik kengaytsak degan orzuda men aytaman. Yashtirib, nurg'un igilikni qo'lga keltiribsiz, ishlaringiz ham yaxshilab ketsin. Rahmat. Bay hikayeniz anlaş jarayonida sizin qıvatqay işlerinizdenki üst sahaya çetildiğanlıqını anladım. Qıvatqay işiniz misal könlemleşipdi hem keng dairlikka. Şu sorab baksam şirketinizninki qanun işlerini muntazam bir xodim qilamdi yoki masalan to'xtam imzolaydigan bu ishlarni hammani o'zingiz bir qo'lliq qilamsiz? Mening dadam Şinjan Rayon advokat qo'rining qurg'uvchi kurashashim. Hamda meningki har jihatdagi qonun masalalarimni hammasini dadam hal qilib beryapti. Köreş ekanni o'g'il bo'lsizdan siz. Unda olsa yaxshi-ka. Şirketingizdan qonun ishlarini qilib beradigan muntazam kasbiy xodim bor ekan. Bu to'lim yaxshi bo'ldi. Bunda deyishim sabab hamda şirket bir mukammal bo'lish uchun Bayam Ahmadjon ma'lum dedi. Har jihatlarda cho'qim muntazam bo'lish kerak. Bu muntazam deganimiz moliya boshqarish muntazam bo'lish kerak. Shirkatni boshqaradigan boshqarish jihatdan bir muntazam bo'lish kerak. Undan keyin qonun xizmatlarini qiladigan kasbiy xodim bir muntazam bo'lish kerak. Shunda bo'lganda shirkatning har bir ishini qiladigan öz o'rnini topgan vaqtda bu shirkatninki taraqqiyoti texmo yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Oxirida sizga buningki ishlaringizning texmo futuqliq natijalaringizdan parlaq bo'lishi uchun ko'nglimdan tilakdoshman. Rahmat. Murodiljon enim, bugungi yangi davr egilik sahnasiga xush keldingiz. Rahmat. Sizningki nimaga qarasam bu tilga ilinmadi, lekin hozir sizningki tushuntirishingizda keyingi taraqqiyotlar tilga ilindi, ammo lekin Ravan Talla bozori, Ravan Hamburg do'koni deb ma'lum tarjimalingizda yozilgan ekan. Sizningki Talla bozorininki ko'lami qanchalik, o'rni nada? 120 pinfan keldi, men Milliy shifoxona doktorxona bor, shuna Hindik ko'chada. Hozir qadar hamda sodisidan siz rozimi? Yo'q. Çünkü hem de hazır bu Talla bazarı desek, hem de hazır Talla bazarlarımı bana aslının hemiz doyun yüzülüp getişiyor. Bunu vakti qalqışa ettim hem de eylik soğudum matıdı deb. Hem de hazır qalqışmaydıgan buldum demiş qalsınız. Çünkü ben bununla nispetten hiç qana bir yenilik qıp baxmadım. Hazır hem nurgun vaqtim özümden şirketin işleri olan boğandı ki, dükkanğa özümden okuqçularım vaqtlık berip tenci qıp berip atıdı. Öydük apam ben pensiyaya çıqqandı ki qarab qıp berip atıdı. Demek bununla nispetten ben hiç qana yenilik qıpmadım. Demek hem de şu baz soğudunu yürgüzüp meni vatimiz. Nurgun işlerim ma şirketin işleri bilen bo'lib ketib qolgan ekan. Şunun hamda men ma şirketin işlerini bir redaksiyada bo'lgan ekan, Talla bazarına yana qaytdim, buni shuncha qilib qaytdim mang'uzime. Talla bazar to'g'riliq men ishga qizga qilay. Men xalqarалық marka EA suv saplashtirish uskunasining Şinjan shirkatining qurg'uvchisi, shundaqla Anna Tulpar markasidagi Nuqut uzuqlik kasbi cho'plarining barpochisi Rayla xonim. Meningki oldin qatim shu sahnaga kelgan vaqtimda o'zim tanishtirish jarayonida deb o'tgan. Men 15 yil burun Yo'xojitvanninki Talla bozorida boshqaruvchilik xizmatini qilgan. Meningki Talla bozoriga bo'lgan huquqimiz yuqori. Shu vaqtda qandaq deganda Talla bozorininki sodisi ajoyib yaxshi. Birinchidan, shu mas'uliyat chiqqan korxonchilarga dars so'zlab qolsam, hamda dars emas, o'zaro ham baharlagan vaqtimizda so'zlab beraman, mush to'g'riliq. Mushu mas'uliyat chiqaruvchilar tiyan deydigan bir narsa bor. Shu vaqtda men bunda o'ylagancha, Yo'xojitanda xizmat qilayotgan vaqtimda bir kunda 100 koyluq savdo qilammisimi, lekin 1000 koyluq narsani haqsiz yegizib o'tadi, tiyan qilibju. Shuning bilan shu vaqtda hayron qoldim, bu nima uchun 1000 koyluq narsani haqsiz yegizib o'tadi? Bugun 100 koyluq savdo qilamiz, chunki biz kunduz tasdiqlaymiz. Shu jarayonda shunda o'ylaydim, chunki hozirgidek undaq tajribam yo'q-da meniki. Shuning bilan bu 10 yildan buyon his qildimki, shu mas'uliyatlar kuniga shu vaqtda 1000 koy xajlab tiyan qilib qo'yganligidan kuniga shu Talla bozorining o'zida 100 ming koyluq mal sota oladigan shunday bir sharoitni qo'lga keltirgan.
Şunlaşqan şu məsulat çıxağanlığın bəkləyimə tiyan qıldırışını faqat aldın orun qoymayıdkən şu. Bəzi bəlkim çidimay qalamdı yoki əmdə bunda ideya yoxmu? Şu vaxtda nurgun Wang-Wang'ninki şu fujinin hazır həmmimiz bilimiz. O vaxtda cıqadan bilməydi. Şu uşaq yeməklik biz shippingka detdik. Şunda sütlərini məsələn Siz aşıt iş çıkızıp tiyan qozup müşunda işləmək çıxdı. Bunda boğanda Talla bazarının kimi adam lüliyansı xoyuyordu aşı diken şu. İş qılıb bəxsiz yigili kirsim kirdiken a başdan yap ma başqa çıxılı əmdi zirkin tüzdüp qaldı üçün nurgun adamlarının. Şu sebepten bolsun kirdiken işqib bir qızğınlıq o yerdə şəkillendiken de. Şoğun müşü cəhətdən siz oylaşıp baxsınız. Ma Talla bazarının ki əmdi bayam özünüz mü dediniz soğudu sizin razı əməstəb. Sizin əmdi bu Milli Şifaxanın ətrafı aileliklər bizə ömə, əmdi ulanın ki çoğlamı bizə köp. Şoğlaşqan nurgulları bəziləri ya tordan aldı ya ki tordan almaydı. Əmdi torunumu çoxum qılımız bu bundan ki yüzlünüş əvzəllik. Birləşdirib durub bu məsələn hazır ki mən dəp ötkəndə haqsız tiyan qilish yoki haqsız birish buni tor orqali təşviqatını qilib jubo yoki dönshipinglar orqali shu yerga adamni akasiniz u yerda tetisa yoki akasa shu orqaliqmi bu qo'sh unumga erishgili bo'ldi. Birga shu karxananınki məsulatı kirdi hamda sizlarniki Talla bazarga. Şu karxananınki məsulatının bir təşviqat rolunu oynayalsa, bir tərəfdən sizlarniki bu Talla bazarga adam cəlb qilish rolunu oynayalaydı. Çünki müşcəhətdən oylaşıb baxsanız buldu. Muradilov kam yaxşıtırdınızmı? Yaxşımsınız. Yaxşımsınız. Yeni davr igilik səhnəsiga kelganligingizni qarshi olman. Ham sizdek mushundaq jangovar bir fikam bilan tanishganligimda shunda xush bo'ldim. Rahmat. Hozirgi zamondagi yoshlarning intayin yaxshi bo'lgan bir ulgusikansiz deb qaradim. Shaxsan sizning aba hikoyangizni aytgan vaqtda o'zimning shu vaqtini eslab ketdim. Hech kimizning hikoyasi tabda o'xshab qoldi ekan. Men bu Gavjongda bek sho'ba bo'lib maktabning oldi bo'lib o'qiyamsam, onun ichida o'qigan. Biroq Gavsan bitirgan vaqtimda natija men o'ylagandek chiqmay, men Dajon qabul qilinib qoldim. Dajon qabul qilinib qilib men qat'iy o'qimayman deb turgan vaqtimda mening hamda cho'ngdada ma'rif uzun yil xizmat qilib o'quvchi qabul qilishdi. Shu cho'ng dadamning avolisi bilan bir yil o'qib baqqani agar faqat imkoniyat bo'lmay qolsa men seni yana boshqa maktabda o'qitay, andan keyin o'rlab o'qisang mayli degan bir gapi bilan bo'pti deb shu Dajonni o'qib qoldim. O'qib bo'lib keyin bunga men qat'iy ko'nmayman qo'yamdi. Men cho'qqim bunga bo'lishim kerak degan bir orzu bor menda. Shuning bilan keyin Shandongninki bankasini o'qib bo'ldim. Endi hozir kelgan vaqtimda men maxsus psixologiya sohasini ro'y kasal davolashninki magistr aspirantligini bitirib bo'ldim. Shunga endi hozir sizga qarsam, sizning hozir shu o'rganish orzularingiz bilan meniki shunda o'xshaydi ekanda, shunga sizdan bir xil o'zimni ko'rgandek bo'lib shunda xush bo'ldim. Sizniki mushta kuchninki bo'lsa buningdan texmo to'xtab qolmay, endi harakat ketayotgan odamni to'xtatqil bo'lmaydi. Ammo harakat ketayotgan narsimi harduchi. Herib qolsangiz aramab turib mengishingizni umid qilaman. Ham sizlarningki shu o'zingizning guruhingizga ham qo'shinidiki maktab bitmagan o'quvchilar, balki maktab bitmagandan keyin har xil psixikalik to'salg'ular uchrashi mumkin. Yoshlar bo'lgandan keyin bularning psixikalik immunit kuchi balkim bak yuqori bo'lmasligi mumkin. Agar mushu jihatda shu o'quvchilarni tarbiyalash ishlari bo'lib qolsa, men bilan aloqalashsangiz biz o'zaro hamkorlashib turib shu o'quvchilarni tarbiyalash jihatda o'zaro hamkorlashsak bo'ldi. Ham shu jihatdan sizga yordam qilishni xohlayman. Rahmat. Rahmat. Sizning tirishchiligingizga haqiqatan men qo'l qo'ydim. Kichik turib maktabda o'qib turib mana iyiliklarni tiklab hozir shuncha yaxshi bo'lgan natijalarni qo'lga keltiribsiz. Endi sizning Talla bozoringizga men bir plan tuzib bergim kelib qoldi. Men bir necha shu do'konlarga plan tuzib bergan. Qanday plan degan vaqtida bir shu kutinish o'rniniki so'z faqat yaxshi bo'lmabdi ekan. Shuningdek men degandiki men o'qizib nima qilib berdim. 3 oyda puchchiloqni 45 kun qiling, kunlik 5 mochan qilansam ziyon chiqadi dedim. Ziyon chiqmaydi dedim. Hisoblapen 1 oylik 15 koy, 3 oylik 45 koy. Bir qitimlik puchchilig'ingiz 5 mochan deb tashqat qayg'azda butun atrofingizdagilarga anankin e'lon tashqat chambaraklarga chiqaringizdan ma'qul dedi. Men o'qizib dedimda, endi kirgandan puchchilab o'tolmaydi. O do'konda bizning kutinish o'rin qilgan yerlarda har xil, masalan, zimat, to'ra, bu narsalar bor. Uni kirgandan bir qitim puchchilab, 2 qitim kechki putinchilab o'tolmaydi. Onu bunu aldı yak emma qıldırdı, yakım yüzünü bir narsa qıldırdı. Anandan ziyan tatqandan manandan pul tapıdıcı. Endi menim so'dandizim hech qanday shirkat o'xshamaydi. Men hamma shirkat pul vakolatchaganda men bekarlik vakolatchi deb do'yinda butun beshim kelgan. 2 oyda yeching hammadan ziyon tatib, uydan taloq chiqqanda 2 oyda 4 millionlik savdo qilganman.
Öyde oturup mal salanmaymiz. Lekin man agasını pul tapsız. Öyde oturup pul tapqanızamı. Doyun oynap pul tapqanız, çemberek işte pul tapqanızamı. Hem adam ekirdim, ders öttüm. Hem adam çemberek çıkırdı benim medimni. Bir tal malsaz 10 koy payda arıp birme. Bir gün 10 tal malsasa 100 koy pul taptı, bir ayda 3000 koy. Öyden çıkmayıp, desmi samayıp, ada 3000 koy pul taptı. Hem şu planlaya tuzluğa iş yapıp kalsa, desiniz, ben özümden yeni soğudan arkalık, ben sizge yardım kısam boldu. Rahmat. Ahir işlerinizde oңuштuk болсын, чын көңілім тілеймін. Rahmat. Sizge deydiğim, muş Mahmudcan malım dedemezmi? Mağrip sahasını tutmansanız, muşunu tutup çıqalaysınız. Mağrip sahasını tutmangan balla hazır degen nurgun işlerini ucuduk çıqırıp boldu. Mağrip sahası intayin terakki qılıp mağdığan her güz yoki baza boşop qaldığan yoki onun da biz mağlup bolduğan iş yok. Fakat biz ügünüp tutsak, özümüz yengilap tutsak nekez biz onun da utup çıqalaymiz. Sizin atanınız kanun sahasını çıkıptı. Sizinki arzuyunuz hem de bek güçlükken. Siz hem de atanınızın kesbiga varaslık kılışına ulaşmadınız mı? Atanınızın arzusu muştamı, sizin arzuyunuz muştamı? Ben özüm kichik vaqtimda esimni bilgan vaqtimdan boshlab öydiki narsa kerak qilib uyga yoyma qilib qo'yib, lo'ngi deymiz, to'sha oyoq deymiz chizib qo'yib, qog'ozni pul qilib öydikilni menga shunda xarida olib deb men uydalam shunda o'ynaydi ekanman to'q esimni bilsam. Keyin anandan keyin ashunda holatni nima qildik? Andan keyin boshlang'ich kirgandan keyin boshlang'ich maktabda har ta'til bo'lib qolsa, hamda bizning opam taraf Qashqarda bo'lgan ekan, bir Qashqar taraf berib Odal deydigan bir bozorlar bo'lgan. O'sha yerdan men şart topağı yel toplanıp çıkıp etken alıp bir satıttım maş narsalarni. Her tatilde bassam çıkıp bir 3-4 koydum pul tepip keldim. Onundan başka anlatken muşa ürümçidim o hesapta mesela niyet bayramlar kep kalsa ben şu divanga verip oyuncuk ekip oyuncuklarını ekip məldi ben satıttım. Demek dükkançılığını ezan kılıp satıttım ben. Balla o özününki yetlik pullarını sanap oyuncuklarını elip hoş olsa ben tapkan pulum sanap hoş oldum. O kandak duraylık bizden ailede meni iqtisatdan nim qilib qo'ygan yoki nim qilgan ish yo'q. Faqat o'zim shu ishga pul topmasam ham cho'qim ish qilishim kerak. Deydigan ashunda bir o'zimda bir qilib baqay, sinab baqay deydigan ashda qiziqish bo'lganki, tigimdan shu holatda bo'ldi. Shundan ma gojong ma goko arzulagan vaqtda o'zim men dastlabda ma Xinjiang Sayjingda shuningki xalqaro pul ma'mulini nimligini uqmayman o'zim. Lekin de xalqaro pul ma'muli degankin bu bir xil gavdashang yo'g'on anglangan ekan, cho'qim pul munosabatga cho'ng bir kasb men shuni qilsam, mush kasbni o'rgansam cho'qim kelgusi cho'ng bir ishlarni qilib yetalayman deb ashunda arzu bo'ldi. Shuning bilan Gokod shibay bo'lib ketib, men Shishang Inshao joyga o'tib qoldim. Shundan Shishang Inshao joyga o'qidim. Shu o'qish jarayonimda kasbim mamlatam shu savdo munosabatlik narsalar. Andan keyin u yerda maktabning yotoqlariga kirib, masalan, non deymiz, rangpiz deymiz, miyuchi ichimlik deymiz, yotoqlarga kelib vansilada yinib, kirib men tayidar ashtasan praktikaga chiqqanlar hech qanday bekor turmadim ish qilib. Vaqtim bilan bo'lsa aslında uşaqçılık ticaretler bilan shug'ullandim. O qandaqdir birda meni qil yoki puldan qisib qo'yib emas, balki o'zimning qiziqishim uchun bo'lgandan qiziqish jarayonimda andan keyin pul topdim desam bo'ldi. Sizga tavsiyalarim odamning zehni chog'liq bo'ladi. O'zingizning shu tutqi qilgan ma'rif sohasini huzur qilib, ma'ningan zehningizni imkon bor bekni qilib agar bunimi siz o'zingiz bir qo'lliq qilib menga desangiz, mencha bek yerib qolasiz. Agar buni mush soat masalan tanlab desangiz, men buni Talabazın mesela Marks'ın tepemey, bu şu bizden içimizde mi nurgun lenso kılıp muharkalaba, ulanım yaxşı emez. Menin sizge demek çoğunum, hem de birlik öydeki mesleğet, bazağı doğru gelmekte diye vakit geldi hazır. Bazı riyallıkın qo'bulqimiza qo'ymaydi. Odamda ikki xil tafakkur bo'ladi. Biri hissiy tafakkur, biri aqliy tafakkur deb bo'ladi. Ba'zi ishlarga vaqtimizda hissiyotimiz bir yil ish qilsak, hozir cho'qim ziyon tortib qolamiz. Shunga ba'zi bir ishlarga vaqtingizda o'zingizning ko'zurni ching tutish kerak. Ash ko'zur sizning IP. Ko'zuringiz ching tutishingiz kerak. Ko'zurni boshqa aningga zehningiz yetsa, o'zingiz bosh bo'lib qilishingiz kerak. Agar zehningiz yetmay qolsa, hamkorlik asos qilish kerak. Hamkorlikniki bu kuchi zo'r. Ishlaringizning muvaffaqiyatli qalbli bo'lishiga tilakdoshman. Rahmat. Bu vaqtlar ayay zakisini taqsa qandaq ta'siratda bo'ladi? Bu vaqtlar valaqlab keladi. Texmo maqlashib ketadi. Eng sifatli kiyinish ta'sirati bilan ta'minlashda izchil chang turib kelgan ayay a'lo sifatli pallar zaksi oliy darajali materiallardan foydalanib, ilg'or texnikada tujublab yasalgan bo'lib, bu vaqtlarni har qanday ahvolda onasining quchog'iga o'xshash illiqlik va rohat holatni his qildirdi. Ayay bu vaqtlar zaksini tanlab, bolangizni xushal-xuram, g'amsiz, sog'lom cho'ng qiling. Ayay u vaqtlarni haqiqiy ayaydi. Ayay bu vaqtlar zaksi. Birodar, bugun sizning kelishiniz bilan Egilik sahnasi programmasi yana bir baldaq jonlandi deb o'yladim. Demak, naq maydondagi korxonchilarimizga bir g'idiqlash berdingiz. Rahmat. Demak, o'zining egilik tiklash musobasidagi dastlabki bosqichlarga bir aslimi berdingiz, yoshligini eslatdingiz. Munosib holda ko'rmanlarimizga mana shunday uchur tarqaladi deb o'ylayman.
hozir shu ma'rif uchur maslahatchiligi bilan shug'ullanib kelyapsiz. Shu sahna kelish munosabatingiz bilan ko'rmanlarga va korxonchilarga yana tavsiya qilgan qanday nuqtalaringiz bor? Shu 6-oyda hammamiz bilamiz, oliy maktab imtihoni elindi. Ham bir qism o'quvchilar oliy maktabda qabul qilina oladi, yana bir qism o'quvchilar dajron qilib qoldi, yana bir qism o'quvchilar o'tamaydigan ahvollarmi bor. Men shu o'quvchilarga berilgan taklifim bo'lsa, agar oliy maktab imtihonini qanchib dajron ko'tab qolgan bo'lsa, hech qisi yo'q, dajronga berib o'qiyversa, o'qish bitirdigan yili yana tasanga chiqqanda bu bola praktikaga chiqadi asosan. Praktikaga chiqqan vaqtda bir tarafdan o'rlab o'qish siyosati bor, shu fursatni ching tutib, shu fursatga yaxshi puxta tayyorlik olib bo'lsa, demak yani butun kun tuzumdagi bunqiga o'rlab o'qish fursatiga ega bo'laydi. Undan boshqa, agarchanda butun kun tuzumga bunqiga o'rlab o'qish u fursatni qo'ldan berib qo'ysa, Amda yan davlatimizdan boshqa xil usuldagi yana Chernyan bunqa deymiz, buningdagi yana Zikao deymiz, Hanshou deymiz, Zikao deymiz, Chernyan bunqa deymiz, anadagi Goja Kayfanda shu deymiz. Mushkil usullar orqali men o'rlab o'qish fursati bo'ldi. Agar bu jihatdagi qiyinchiliklarga jihatdagi hamda to'liq bir tushunchaga ega bo'lsam bo'ldi deb qolsa, men har vaqt ko'pchilikka maslahat berishga tayyor. Rahmat. Bu nihoyat foydali uchurga. Men egalliga uchurlarga qaraganda hozir o'rlab o'qish istigi bor. Qaysi o'qish tarixidagi kishilar bo'lsin, cho'qim buning hozir foydali siyosatlar, afzal sharoitlar hozirlanibdi. Hatto bo'shig'icha, doktorlik o'qishgacha iltimos qilish sharoiti bor ekan. Demak, bu hozir davlatimizniki ma'rif islohotidagi ajoyib zo'r bir bo'sish. Bizga shu bahonaga sabab yo'q. Shikoyatga sabab yo'q. Mana tirik bir misol bugun oldimizga kelibdi. Murodilning mushta uzluksiz ilgirlash, yoshlarga xos jasoratlik ilgirlash ruhi bizga bir yaxshi ulgu bo'ldi deb o'ylayman. Ishimdan bugun sizningki igilik tiklash safaringizga korxonchilarning ayt qimmatlik taklif fikrlarini berdi. Haqiqatan qizg'inlik bilan qiziqqonlikning ro'shan farqi bor. Qiziqqonlik bir shirin dushman deymiz. Qizg'inlikni yo'qotmagan asosda salmoqlik bilan mush yoshlarga xos bir qizg'inlikni haqiqiy aktiv kuchga aylantira olsak, balkim siz biz kutgandimi yaxshi istiqbolni qo'lga keltira olishingiz mumkin. Rahmat. Bugun nihoyat yaxshi keng kushada fikrlashdik, ahvollashdik. Murodilninki kelish sababi bilan bugun ko'rmanlarimiz shunday yana bir tashabbusni o'tirib qo'yim keldi. Muvaffaqiyat to'g'ri nishon va orzuga tirishchan kishilarga mansub degan bir shoirim bor. Bugun siz buni naq isbotlab beryapsiz. Butun igilik tiklash yoki qaysi sohada bo'lsin, kishilik qiymatini namoyon qilish istagi bo'layotgan zamondoshlarimizga mana shunday kuchli intilish va tirishchan orzuni tavsiya qilamiz. Xo'sh, program oxirida sizga Shahzod Eg'iz boshlig'i ambulatoriyasining ozgina ko'ngil so'g'isi va qabul qilaysiz. Rahmat. Yana shundaqla Ana Tulpar Noqt cho'plarini bozor silayotgan Raila xonimningmi ko'ngil so'g'isi va qabul qilaysiz. Shu sog'lomlik Eg'iz boshlig'i sog'lomlik kartasini cho'nglarga sizning tishlaringiz saq, lekin shunda adam sog'lomlik uchun tekshirib turishingizni tavsiya qilaman. Rahmat. Bizniki Ana Tulpar Noqt uzuqlik kasm cho'plarimizning 100 bo'loq, ya'ni sinoq nusxasini sizniki Ravan Talla bozorininki qizg'inligiga ko'ngil so'g'is qildim. Rahmat. Ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Mana hech kimga uni bermagan, sizga beryapti mana. Rahmat. No'ro'z guli shirkatningmi ko'ngil so'g'isi bor. Ishlaringizni ham yaxshi bo'lishini umid qilaman. Rahmat. Xo'sh, bugun biz bir aktiv energiyaga to'yingan yoshlikningki haqiqiy jangovar ro'yi aks etgan bir programmada bo'ldik. Vaqt e'tibori bilan programmamiz mushada oxirlashmoqchi. Qimmatli vaqtni chiqarib programmamizga qadam tashrif etgan ustozlar, korxonchi do'stlarga yana bir marta program nomidan cho'nqur rahmat aytaman. Xayr xo'sh, kelar sonda yana kimlarni kutib olamiz? Programmamizga davomli diqqat bo'lgaysizlar.